Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel. Namanganda Noringa kelganmiz. Bu yerda qimmat variantda devor mebel tayyorlaymiz. O'sha ichlari korobkali, orqa holati ko'rinmaydigan variantda bo'ladi. Devor mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Bir tarafi polka garderob bo'lyapti, bir tarafi taxmon bo'lyapti. Ko'rpalar pastdan tepaga qarab taxlanadi. O'sha yerdan 20 santimetr balandlikda. Mebelimiz tayyor bo'ldi. Dub ankor laminat matvisdan tayyorladik. Xo'p, bu yerda qimmat variantda bo'ldi. Uy o'sha remont qilishdan oldin chaqirilganmiz biz. O'sha yon devorlar to'g'irlagandan keyin. Xo'p, bu taraf taxmon. Ko'rpalar pastdan tepaga qarab taqlanadi. Tepada o'sha adyol uchun tumbuchka. Xo'p, bu taraf garderob. Bu tarafga garderob, bu tarafi polka taxlanadigan narsalar. Xo'p, Namangan Norinda qilyapmiz. Xo'p, narxi 5.500.000 so'mga mashg'ulotda tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz.